$13.700 kraskalar top-toza 2023-yilda ishlab chiqarilgan Monza 1.5 atmosferli mashinasi e'lonimiz kelib qoldi. Menimcha narxiga juda ham ideal deb o'ylayman. Okey, videoga bitta like hozirdan bosib qo'yib, mashinamizni barakasini qo'ying, okey? Ranglari qalbinglar kabi oppoqqina bo'lib turibdi. 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan, okey? 4 ta yumshoq balon, mashinamiz polniy hamyog'i, 4 sloyni shumkalarigacha qildirib qo'yilgan. Salon holatlari zo'r, okey? Mashinamiz xudo xohlasa olganingizdan keyin hech qanaqa rasxodlar qilib o'tirmaysiz. Ko'jalari matoviy holatda bo'lib turibdi. Salon laminatsiya YTD poliklarigacha tashab qo'yilgan ekan. Okey. Xudo xohlasa mashinamizni bemalol xohlagan ustunlarga olib borib mashinani ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa uyalib qoladigan joyimiz ham yo'q. Mashinamizni kuzovlarigacha tinov holatda turibdi, okey? Kelib ko'ring, yoqadi mashina. Narxi zo'r. Xudo xohlasa Telegram kanalimizga o'tsangiz, bundan ham zo'r narxlarda mashinalarni xudo xohlasa sizga olib berishga harakat qilamiz. Keverasizlar, okalar. Ishlavizda nariyoni ham bitta ko'rsatib qo'ysang bo'ladi. Bemalol keverishsa, zo'r narxida mashinalarni hammasini o'chirti bilan Telegram kanaliga joylab boramiz. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.